Hammaga assalomu alaykum. Biz FIFAdan shartlar bo'yicha ish qilamiz. Fin qilib bo'ldirish va bosh, qaychi, raduga va penalti. Qaysi biri tushganini ko'ramiz. Men sal xato yozganman, ahamiyat bermaysizlar. Fint. Xohlagan fintimda. O'yinimiz boshlanmoqda. Hozir 2 daqiqadan keyin ko'rishamiz. O'yin ham boshlandi do'stlar. Yo'q, Shmexel u. Shmexel emas. Birinchi 3-5 yutqazayotgan edik. Biz hozir fint qilib gol urishimiz kerak. Xohlagan futbolchimizda. Bu ishni 3 ta shartgacha bajaramiz. O'z fintni ham olib tashlasak bo'lardi. Fint deganda Vardani aldab qo'ymoqchiman men sizlarga. Buni iloji yo'q ekan. Bu iloji bor. Yo'q, foul. Biz olishimiz kerak ekan. Yo'q. Aytgancha Bernardo Silva Manchester Citydan ketmoqda. 9 yil mencha o'ynadi shekilli yoki adashayotgan bo'lsam uzr. Yoki 9 yil o'ynadi yoki Barselonaga o'tishi mumkin ekan. Real Madrid qiziqmayapti, lekin Barselona qiziqyapti demoqchi edim. Hozir biz mana yo'q. Esebio yo'q. Nega bo'lmadi bu narsa? Birato'lasi Raduga ham kirib ketar edi. Bu o'zi ovoz ketyaptimi bilmadim-u. Hozir. Mana Zico, Ankara Zico. Yaxshi Zico. Fint ham qilib gol urib oldik. Endi boshqa shart. Mana do'stlar, yana Radugani ham olib tashlasang bo'ladi, olib tashlash. Ana Radugani ham olib tashladik, olib tashlabmiz. 3 ta shart qoldi. Qani bosh bilan qilsa bo'ladi. Mana do'stlar, endi bosh bilan gol uramiz. Yo'q, foul. Esebio. Yo'q. Real Madrid muxlisimisiz? Barselona muxlisimisiz? Bilmadim-u. Lekin men Real Madrid muxlisiman. Mana mamlakat qilib turib. Yo'q, bo'lmadi. Afsuski. Endi bilmadim nega. Agar ekstra time ham olib borsak, o'zim avtogol ham tiqishga tayyorman, chunki bo'lmasa bo'lmaydi. Bir martalik o'yin. Yoki bizga gol urib qo'yishmasa bo'ldi. Semenyo aytgancha, buni bilarmidingiz? Hozir bu Semenyoni oldi eskisi. Ya'ni qaysi komandaligini bilmadim-u. Oldingi komandaniki, короче. Hozir Manchester Cityga o'tgan. Marrakash bilan haqida gapirsam,
Marokash 2019-yildan beri kubok yutolmayapti. Endi kubok deganda Afrika kubogini yutolmayapti. Bir marta uni ismini bilmayman, bir marta Hakim 2023-yil 2026 mana hozir Brahim Diaz. 2019-yil ham kimdir edi? SMS kelaveradi do'stlar. Men futbol kanallariga obuna bo'lib tashlaganman. Qaytardi. Yaxshi, bizga bu yaxshi imkoniyat beradi. Chamukon va Lamine Yamal almashmoqda. Mana. Gol bo'ladimi? Yo'q, gol bo'lmadi. Endi nima qilamiz? Tushimizni suvga yetamiz. Kechirasiz do'stlar, endi men boshda gol ura olmadim. Yana futbol bo'yicha va yana. Endi men boshqa narsa bo'yicha qilib ko'rishga harakat. Oxirgisi qaychi yoki penalti. O'zingiz ko'rmoqchisizki, penaltidan gol urish oson. Yana bir bor aylantirib beraman siz uchun, xohlasangiz qaychi deb olayman. Hozir qaychi tushadi po-любому. Aytganimdek men xohlasangiz sizga ikkalovini ham qilib berishga harakat qilaman. Nikin VIP, lekin qidirsangiz chiqmaydi. Men bu yerdan vaqt hozircha ma'mulisini o'ynab ko'rishga harakat qilaman. Yo'q do'stlar, men futbol centerdan o'ynashga harakat qilaman. Men Manchester Cityga qolaman, chunki Manchester City yaxshiroq deb o'ylayman. Lekin o'sha o'yinni siz ham ko'rgandirsiz. Men oddiysini tanlayman, chunki menga bu narsalar kerak emas. Mana shunaqa qilishni xohlamasangiz futbol, faqat menda futbol narsalar keladi. Telegram kanalim bor meni, Futbol Center degan. Unga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Aytgancha meni Barcelona degan kanalim ham bor. Unga ham o'tib podpiska bosib qo'ysangiz bo'ladi. Shu o'yinni nima deb nomlaymiz? Barsa va Real final Clasico desak. Aslida men Haaland tursam kerak deb o'ylayman. Birinchi gol Doku. To'g'ri eshitdingiz, Doku. Mana Bernardo Silva yana eslanmoqda. Yo'q, gol emas ekan. Iltimos, obuna bo'lib qo'ying. Haaland hech qanday finti yo'qmi deymanda. Mana sizlarga Raduga. Yo'q, Raduga o'xshamay qoldi ekan va pasning harakat edi. Yo'q. Men sizga hozir penaltidan gol urishim kerak edi, aytgancha. Uzr do'stlar, yana bir bora
Fantastasiz buni qo'yaman. Rodri oltin to'p haqida nima deysiz sizlar? Rostmi yoki yolg'on? Ikkinchi golni Holland uryapti mana Futbol TV. Bu meni kanalim emas, lekin meni kanalim Futbol Center. Bunda podpiska bosib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hozir men yo'q. Rodriga oltin to'p haqida gapirsak, men uchun u nohaq oldi, chunki Vinicius yaxshi harakat qildi, o'zi braziliyaliklarni nima bo'ladi? FIFA sindirmoqda. Biz sizlar bilan faqat FIFA emas, ko'p o'yinlar o'ynaymiz. DLC, futbol. Figo deb yozmang faqat kommentariyaga. Do'stlar, qaychi golni ham urib oldik. Nega sizlarga savol? Rodrigo deyshadi, biroq deyshmaydi. Futbolkasiga yozib qo'yishadi. Mana qaychi, Cheres, Fodendan 47-raqam egasi. Menimcha o'xshadi. Xayr, sizlar bilan Pro Play Gaming uz